Hamma narsa Allohning qo'lida. Miyangiz bor. Siz fizika, ximiya, astronomiya fanlari doktori bo'lishingiz mumkin. Dunyoni mana degan universitetlarida ta'lim olgan bo'lishingiz mumkin. Yillar davomida ilmiy izlanishlar qilib shu unvonga erishgan bo'lishingiz mumkin. Mana shunday turgan paytingizda Alloh taolo miyangizdagi bitta tomirni uzib qo'yadi. Bo'ldi. Endi hech kim emassiz. Alloh taolo aqlingizni shunday o'chirib qo'yadi, majnunsiz, jinnisiz, hech kimga kerak emassiz. Kimning qo'lida miyangiz? Allohning qo'lida. Yuragingiz. Uni ishi qo'lingizdami o'zingizni? Oyoq qo'lingiz, boshqa a'zolaringiz siz ixtiyoringizdami? Qulillahumma malikal mulk. Ey mulku davlat egasi bo'lgan Allohim. Atrofimizda nimaiki bor bo'lsa, tirikmi, o'likmi, qo'yiqmi, suyuqmi, hammasi Allohning mulki.